Assalomu alaykum aka, charchamadingizmi? Bu laka sizga tashlagan ekanman-ku. Bundan 3 yilmi 4 yil oldim. Kelgan ekansiz aka uyimga. Men yana tashlab qo'yaman aka. Yana siz bilan ko'rish nasib qilar ekan, xudo xolasa. Viza xizmatiga kelganmiz. Onix mashinasi zavoyd bo'lmay qolgan. Nimadan bo'lgan? Motor kompyuterini kuyganini hisobiga zavoyd bo'lmay qolgan. Uje bu ikkinchi marta kuyishi ekan. Hop, gaz qo'yganlardan keyin cheklari yonib qolgan. Katta ehtimol bilan chek yonib yurganini hisobiga motor miyasi kuyib qolyapti. Xudo xohlasa mashinasini motor miyalarini qo'yib zavoyd qilib berdik. ABSlarda ham muammo bo'lgan ekan. Videoda qo'yib ketaman. ABSlar yonib yurgan. Bu muammolarni ham bartaraf qilib, xudo xolasa tabloda hech qanaqa chek-beklari yonmadi. Faqat TPMS datchigi yongan. Balonlarni damlab olsa bo'ldi. 1.7 dan passesi yonadigan qilib berdik. Hech qanaqa xatolik qolmadi akalar. Imkon qadar cheklar yondimi, servisga kirib, muammoingizni bartaraf qilishingizni tavsiya qilamiz. Chek yonib qolgani sababiga motor kompyuteri ko'pincha kuyib qolyapti. Videoni Onix Tracker haydaydigan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Xudo xolasa foydali, manfaatli bo'ladigan umiddamiz akalar.